Prop kompaniya nima? Traderlarga kompaniya kapitaliga savdo qilishga ruxsat beruvchi firma. Traderlar hisobni, ya'ni savdo hisobini olishlari uchun challenge'dan o'tishlari kerak. Challenge bu qoidalarni buzmasdan ma'lum bir foiziga chiqarish darajasi. Lekin bu challenge'da qatnashish uchun traderlar pul to'lov qilishlari kerak. Masalan, ba'zi prop kompaniyalarda $500 to'lasangiz, sizga $100,000 akkaunt berishlari mumkin bo'ladi. Lekin 90% prop kompaniyalarda sizning savdoyingiz hatto siz real hisobga o'tganingizdan keyin ham haqiqiy bozorga chiqarilmaydi. Ularning asosiy daromad manbai siz to'laydigan oylik to'lov summalar hisoblanadi. Masalan, ekraningizdagi rasmga qarashingiz mumkin. Bu yerda mashhur FTMO brokeri o'zini saytida traderlar ishlatayotgan barcha akkauntlar demo akkaunt ekanligi aytib o'tilgan. Saytning o'zida kirib ko'rishingiz mumkin. Haqiqiy sifatli prop kompaniyalar mavjud, lekin ularning imtihonlari juda ham qiyin bo'ladi va ular kamdan kam holatlarda o'zlarini doimiy Instagramda reklama qilishadi.